Hammaga salom. Bugun biz gugurt cho'plari bilan top 10 bosh qotirmalarni e'tiboringizga havola etamiz va har bir bosh qotirmani topish uchun sizga 10 soniyagina vaqt beriladi. 10 soniyada topolmasangiz pauza qilish o'z qo'lingizda. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Faqat bir dona cho'pni o'zgartiring va amalni to'g'rilang. Bu yerda 2 sonini chap pastki tomonini o'ng tarafga qo'ysak 3 bo'ladi va amal to'g'ri chiqadi. Savol avvalgidek. Faqat amal va sonlar boshqa. Faqat bir dona cho'pni o'zgartiring va amalni to'g'rilang. Bu yerda birinchi plus amalidagi o'ng cho'pni olib, chap tarafga vertikal joylasak, 4 hosil bo'lib amalimiz to'g'ri bajariladi. Bu katta uchburchakdan 3 ta cho'pni almashtirib, 3 ta bir xil uchburchak hosil qiling. Har bir burchak o'rtasidagi cho'pni olib burchaklarni to'ldiramiz. Savol avvalgidek, faqat amal va sonlar boshqa. Faqat bir dona cho'pni o'zgartiring va amalni to'g'rilang. Boshidagi 9 sonidan bir cho'pni olib, oxirgi 6 amalini 8 qilamiz va amal to'g'ri bo'ladi. Savol avvalgidek, faqat amal va sonlar boshqa. Faqat bir dona cho'pni o'zgartiring va amalni to'g'rilang. Bunda esa 9 soni o'rtasidagi cho'pni olib 0 soniga keltiramiz va javob tayyor. Bu figuradan 3 ta cho'pni almashtirib, 3 ta kvadrat hosil qiling. Xohlagan bir burchakdan 3 ta olib ichkariga joylaymiz va masala hal. Bu yerda ikkita cho'pni tangaga tegmagan holda shunday almashtiringki, tanga formani tashqarisida bo'lsin, lekin forma buzilmasin. Javob esa biz bajargandek qiling va do'stlarni lol qoldiring. Bu holatda faqat bir dona cho'pni almashtirib, 4 burchak hosil qiling. Faqat mantiqan o'ylang. Bunda bitta cho'pni salgina siljitsak, cho'plarning o'rtasida 4 burchak hosil bo'ladi. Bu figuradan 3 ta cho'pni almashtirib, 4 ta bir xil 4 burchak hosil qiling. Mana bu 3 ta cho'pni olib quyidagicha joylasak, masala hal bo'ladi. Chap tarafga qaragan baliq figurasini ikkita cho'pni almashtirib, baliq yo'nalishini o'zgartiring. Mana bu ikkita cho'pni olib bu yerga qo'ysak, masala hal. Bizda esa hozircha shular. Shunga o'xshash qiziqarli bosh qotirmalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing va qo'ng'iroqchani faollashtirsangiz, bizning yangi videolarimizni, yangi bosh qotirmalarimizni o'tkazib yubormaysiz. E'tibor markazingiz bir qadam oldinda bo'ldi. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.